Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Kanadada chiqadigan La Presse gazeti Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkinni Xitoyning atalmış Milliy ittifoqlikni ilgari surish qonuni haqida ziyorat qilgan bo'lib, 17 yil Uyg'ur bo'lishning bedelini to'ldi nomli bu ziyorat xotirasida 5-iyul Urumchi voqeasidan 17 yil o'tgandan keyingi bugungi kundami hech narsaning o'zgarmaganligi, aksicha Sharq Turkistondagi vaziyatning texmi nacharlashib manganligini o'ttirib qo'ygan. Zumrat Erkin mazkur gazetga bergan ziyorat xotirasida o'zining 16 yoshida mustamlika ostidagi Sharq Turkistonda 2 darajalik puhra ekanligini his qilganligini, 2009 yilida Kanadaga o'ltiraqlashgandan keyin tunji qitim Urumchiga o'zining tug'ilgan yurtiga qaytganda u kunki vatanga qilgan ziyaratining xo'shallik emas, balki qo'rqinchli tushga aylanganligini, Beijing aerodromiga kelgandan boshlab aksi va o'zining yuzlagan boshqa yo'lovchilardan ayrilib, soatlarcha davomlashgan so'roq tortilganligini, sababining buningdan bir necha hafta burun Xitoy davlati tomonidan atalmış 5-chi emgak kuchini yetkash programmasi nomida Sharq Turkistondan Guangdongga yetkazilgan Uyg'ur ishchilarning qirg'inchilik uchirganligi va buningga qarshi adolat talab qilib namoyish qilgan Uyg'urlarning Urumchida qirg'in qilinganligi ekanligini bildirib, ayni vaqtda o'zlarining sistemli holda qo'rshovga ilinib, turmaga aylantirilgan bir shaharga kelganligini va uyga qaytayotganda qo'llarida qing'iroq, kaltaklar bilan qurollangan Xitoylar uchirganligini bildirib, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi haqida atrofli ma'lumot bergan. U yana Xitoyning atalmış Millatlar ittifoqligini ilgari surish qonuni to'g'risida to'xtalib, amaliyotda Xitoyning bu qonun orqali o'rtaq Xitoy milliy kimligini shakllantirish va Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishni maqsad qilganligini, bu qonun ramkasi ichida Xitoy yillardan beri davom qilib kelayotgan nopusni majburiy o'tkash, Uyg'urlarning nopus qurilmasini o'zgartirish, Uyg'ur tilini chetga qiqish va planli assimilyatsiyani qonunlashtirish ekanligini, shundaqla atalmış Millatlar ittifoqligiga ziyonliq deb qaralgan har qanday faoliyat uchun chet ellarda turishliq shaxslar va tashkilotlarni ayblashni nishon olganligini ta'kidlab, buning amaliyotda yillardan beri Uyg'ur muhojirati duch kelayotgan davlat xalqiga bostirish va nazorat qilishning qonuniy jihatdan rasmiylashtirilishi ekanligini o'ttirib qo'ygan. U bu suhbatda yana Uyg'ur majburiy emgak haqida to'xtalib, majburiy emgakning hozir 17 dan ortiq sanoat sohasi, to'qimachilik, dehqonchilik, quyosh energiyasi, avtomobil qatorliq Kanada shirkatlarining ta'minlash zanjiriga singib kirganligini, 2026 yil yanvarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mutaxassislari bu majburiy emgakka o'tkazishning davomlashayotganligi to'g'risida yana bir qatim ogohlantirganligini, 2022 yil avgustda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi Beijingning sodir qilgan qilmishlarining insoniyat qarshi jinoyat bo'lishi mumkinligini bekitganligini ta'kidlagan. Germaniyaning Stuttgart shahrida yilda bir qatim o'tkaziladigan yozliq faoliyat mushu oyning 5-kuni o'tkazilgan bo'lib, mazkur faoliyatga Uyg'urlarga vakolatan Germaniyaning Baden-Württemberg shtatidagi Uyg'ur mashrab jamoati qatnashib, germaniyaliklarga Sharq Turkiston, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur yemak-ichmaklari, Uyg'urlarning qo'rojoy madaniyati, kiyim-kechaklarini tonishtirish bilan birga bugungi kunda insoniyat madaniyatiga to'hfalarni qo'shgan bu parlaq madaniyatning tajovuzchi Xitoy tarafidan vayron qilinayotganligini, millionlagan Uyg'urlarning jazo lagerlariga solinib, ma'sum bolalarning oilasidan majburiy ayirib etilib, assimilyatsiyaga uchrayotganligini, shundaqla bugun bu yarmanka ichilayotgan dal mush kunda buningdan 17 yil burun Sharq Turkistonning markazi Urumchi shahrida qonliq 5-iyul Urumchi qirg'inchilik yuz berganligini va minglagan Uyg'urning bu qirg'inchilikda shahid qilinib, necha 10 minglagan Uyg'ur yoshning tutqun qilinganligini, shundaqla bu qirg'inchilikdan keyin tajovuzchi Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda jazo lagerlarini qurib, keng ko'lamda tutqun qilishni boshlaganligi qatorliq Uyg'ur xalqining beshiga kelgan bu baloyi ofatlarni tonishtirgan. Vielen Dank, lieber Tim. Und es ist immer gut, wenn ein Abgeordneter, ein Mitglied des Parlaments, des Landtags auch auf der Hauptschule wird. Bu vaqtda Stuttgartdagi Uyg'ur faoliyatchi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakili Abdushukur Hojim, biz bu faoliyatimiz orqali
Xitoyning abdi-bashirsini ichib berish bilan birga tajovuzchi Xitoyning Uyg'urlarga madaniyat orqada qolgan, biz ularni madaniyat jihat oziqlantiryapmiz degan safsata va assimilyatsiya siyosatini oqlaydigan aldamchilikqa amaliy harakatimiz orqali qarshilik ko'rsatdik deydi. Bu qitimqi yarmankida Sharq Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'i bilan o'ralgan Uyg'ur chediri alayda ko'zga chiliqib turadigan bo'lib, yarmanka jarayonida mazkur faoliyat o'tkazilgan Stuttgart shahar boshlig'i Uyg'ur chediriga kelib hal so'ragan va Uyg'ur chedirdikilar bilan birga xotir suratga tushib, bu chedirni mazkur yarmankining guli deb ta'riflagan. Yarmankaga qatnashgan yerliklar mazzilik Uyg'ur taomlariga eg'iz tegib, Uyg'urlarning kiyim-kechak, uy va hovli aram madaniyatiga yuksak baholarni berish bilan birga bu go'zal madaniyatning assimilyatsiya va qirg'inchilik uchrayotganligidan afsuslanganligini bildirishgan bo'lib, Uyg'urlarning bu qatimqi faoliyati Stuttgart shahrida chiqadigan Rams gazetida xabar qilingan. Senator Rick Scott Xitoyning Uyg'ur majburiy emgaki sababidan Amerikaning Xitoyga yo'l qo'ygan dori mahsulotlarga tamojna beji kechirim qilish siyosatini bekor qilishni talab qilgan. Amerika senatori Cumhuriyetchilar partiyasining rahbarlik komitetining raisi, Cumhuriyetchilar partiyasining Florida shtatidan kelgan vakili senator Rick Scott 2026-yili 6-oyning 23-kuni seshanba kuni Washingtonda o'tkazilgan yepiq yig'iniga qatnashib, Rick Scott Xitoyning Uyg'ur majburiy emgaki sababidan Amerikaning Xitoyga yo'l qo'ygan dori mahsulotlarga tamojna beji kechirim qilish siyosatini bekor qilishni talab qilgan. Washington pochtasining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, senator Rick Scott dorigarlik mahsulotlarga qartilgan boj kechirim qilishni bekor qilish, Xitoyning Uyg'ur majburiy emgak kuchi ishlatilishi bilan munosabatli dorilar va shirkatlarga boj ilishni yo'l qo'yish, adil bo'lmagan savdo odatlariga qarshi turish va chet el ta'minotiga tayinishni azaytishni talab qilgan. Florida Cumhuriyetchilari dushanba kuni Amerika savdo vakili Jamison Gerrerga yozgan xatida odatdagi dorilar va majburiy emgak yoki davlat qo'llagan yordam puli bilan ishlab chiqarilgan materiallarga boj qo'yishni taklif qilib, Amerikaning odatdagi dori bozoridagi ta'minlovchilarning atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur majburiy emgaki bilan munosabatli bo'lish mumkinligi to'g'risidagi dokladlarni naql keltirgan. Bu haqda senator Scott Apandi xatida ta'minlovchilarning birining Xitoyning eng chong davlat egiligidagi dorigarlik shirkati va tizimlatgan dorilarni import qilg'ichi Xitoy savdo aldamchisi va kishilik huquqini dafsan qilg'uchi sifatida dunyo iqtisodida tangdoshsiz bo'lib qoldi va qul emgakini qo'llash va ishlatish orqali dunyoviy ta'minlash zanjirida ustunlikni egalladi deganlarni yozgan. Bu haqda Washington pochtasida Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunida butunlay yoki qisman Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan yoki shu rayondagi shirkatlar tomonidan ishlab chiqarilgan har qanday tovar majburiy emgak bilan munosabatli deb qaralib, Amerikaga kirish cheklangan. Navbatda bu qonun bo'yicha bu tizimlikda 144 o'rin bo'lib, rayondagi dorigarlik shirkatining birli kirgizilgan deyilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.